Ayni kunlarda vohamizda turli yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning muammolarini aniqlash va o'z vaqtida hal etish maqsadida Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi mutasaddilari tomonidan joylarda ishbilarmonlar bilan ochiq muloqotlar o'tkazilmoqda. Navbatdagi ana shunday uchrashuv Termiz shahrida tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Termiz shahrida Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Biznes ombudsman devoni hamkorligida tadbirkorlar bilan uchrashuv tashkil etildi. Unda viloyatda faoliyat yuritib kelayotgan qurilish va qishloq xo'jaligi sohasidagi korxonalar rahbarlari va hisobchilari ishtirok etdi. Uchrashuv avvalida viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Erkin Narmanov xususiy sektorning mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida tutgan o'rni hamda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritdi. Shuningdek, uchrashuvda tadbirkorlarga xufiyona iqtisodiyotga yo'l qo'ymaslik, soliqlarni o'z vaqtida va to'liq to'lash kerakligi tushuntirildi. Bundan tashqari, davlatimiz rahbarining farmoniga muvofiq 2026-yil 1-yanvardan e'tiboran qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar tomonidan yetishtirilgan mahsulotlarni sotishda qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi qo'llanilishi soha vakillari uchun katta imkoniyat bo'layotganligi haqida ham ma'lumot berildi. Joriy yildan boshlab o'sha qurilish sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun, qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun soliq sohasida imtiyozlar, yengilliklar yaratildi. Oldingi yillarda fermerlar, dehqon xo'jaliklari va boshqa qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritadigan tadbirkorlar uchun qo'shilgan qiymat solig'i 12% edi. Joriy yildan boshlab qishloq xo'jaligi tizimida faoliyat yuritadigan tadbirkorlarimiz uchun o'sha 0 stavka qo'shilgan qiymat solig'i qo'llanilishi ularga juda katta imkoniyatlar yaratib berildi. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan uchrashuvda tadbirkorlarning muammo va takliflari tinglanib, ijobiy hal etish choralari ko'rildi. Biz o'tgan yil dekabr oyida 250 million qo'shilgan qiymat solig'i zatchot qismidan tashqari to'laganmiz. 1-yanvardan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i 0% stavkada joriy qilinganligi munosabati bilan yanvar oyida 250 million mablag' korxonamiz ixtiyorida qolyapti. Buni korxonani rivojlantirish uchun sarflanishimiz ko'zda tutilgan. Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i va uning o'rinbosarlari ishtirokida tadbirkorlar bilan o'tkazilayotgan bunday uchrashuvlar voha bo'ylab davom etmoqda.